Hammamiz bir-birimizga o'xshashmaydigan alohidlik bilan sifatlantirildik. Navoda Alloh har kimning kam kuchsiz o'xshaydigan bo'lishini xohlagan bo'lsa edi, shak shubhisizki shundoq yaratgan bo'ladi. Farqli yaratilishga hurmat qilmaslik va o'zining to'g'ri deb qaragan fikrlarini boshqalarga tengish Allohning muqaddas qonunlariga hurmatsizlikdir. Haqiqiy bir Alloh oshiqi bir meyxonaga kirsam u yer u kishiga namozgoh bo'ladi. Lekin bir haroqkesh o'xshash namozgohga kirsam u yer u kishiga meyxona bo'ladi. Bu hayotda nima ish qilsak qilayli, farqli qilg'ini shakl yoki harakat emas, faqat niyatimizdir. Har birimizning hayoti qo'limizda tutib turgan har xil omonat o'yinchoqlarga o'xshaydi. Ba'zilar o'yinchoqlarni e'tiborlab silab, buzilib qolganda yig'ilishib ketsa, yana ba'zilar qo'liga alar almas biror qitim o'ynab sundirib tashlaydi. Shundaqla bir narsani haddan ziyoda qadrlaymiz yoki qadrini faqat bilolmaymiz. Shunlashqa bir ishni oshirib qilishdan uzoq turing. Allohning yaratgan mahluqotlari ichida eng katta shon-sharaf va hurmatga sazovor bo'lgan bir inson bo'lish sifatimiz bilan bosgan har bir qadamimizda Allohning zaminidagi xalifasi ekanligimizni unutmay, buningga mos salohiyatimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Inson o'z-o'ziga mayli kambag'al bo'lib qolsin yoki tuhmatga uchrab turmaga kirib qolsin, hatto asir bo'lib qolgan taqdirda yanil beshini tik tutib, ishonch bilan xotirjam yashagan bir xalifadek muomala qilishdan voz kechmasligimiz kerak. Çoqum cennet ve cehennemni kelgüsünden izdeme. İkkilisi hazırmı yiningda bor. Qachoniki bir kimni manfaat ko'zlamay ve shart qo'shmay yaxshi ko'ralaydigan bo'lsak, u vaqtda biz jannatda bo'lamiz. Qachoniki biror kim bilan jidallashsak yoki o'chmanlik, hasad ve adovat qilishga urinsak, mollaq atqandakla cehennemga tushishimiz mumkin. Kainat bo'lsa yolg'iz bir mavjudlikdir. Barliq narsalar va barliq odamlar ko'rilmagan arg'amchi bilan bir-birisiga bog'langan. Hech kimning ko'nglini ranjitmang. Bo'libmi sizdan ojiz birisiga zulm qilib azor bermang. Dunyoning bir bulungdagi bir odamning qayg'usi butun insonlarni baxtsiz qilishi mumkin. Lekin bir odamning xushalliqi bo'lsa, hamma insonni kuldirishi mumkin. Bu dünya bir taqqa o'xshaydi. Uningga tovlashlaring qandoq bo'lsa, uningga tovlashlari shundoq bo'ladi. Eg'izingdan chiqqan har bir yaxshi so'z sanga yaxshi bo'lib qaytadi. Agar eg'izingdan chiqqan yomon so'z bo'lsa, o'zingga yomon bo'lib qaytadi. Kimikisining g'ayvatingni qilsa, sen u kishi uchun 40 kecha kunduz chiroyli so'zlar qilgin va 40 kundan keyin o'zgarganligini ko'rsan. Qalbing o'zgarsa, dunyo o'zgaraydi. O'tmishimiz zehnimizni qoplab olgan bir tumondan iboratdir. Kelgusimiz bo'lsa o'zgacha bir tushdir. Kelgusimizda nima ishlarning yuz berishini bilolmaymiz. Shundaqla o'tmishimizni o'zgartirolmaymiz. Faqat darvishlar hozirgi damlarni haqqi bilan yashay oladi. Taqdir demak hayotimizdan burun belgilab deganlik emasdir. Bu sababdan nima ish qilsak qilayli, taqdirimiz mushundoq deb bo'yin egish jahiliyatni aks ettiradi. Taqdir yo'lning hammani emas, faqat yo'l farqini ko'rsatadi. Boradigan yo'l aniqdir. Lekin yo'lning agar to'qaylari va qandoq mengish bo'lsa, yo'lovchiga bog'liqdir. Haqiqiy darvish degan shundoq biridirki, boshqalar tarafidan o'ch ko'rilib, qusur izlab, fitna fasod qilinib, hatto tuhmatga uchirgan bo'lsa-mu, eg'izni ichib, boshqalar haqida bir eg'izmi nachar gap qilmaydi. Darvish boshqalardan ayib nuqson izlamaydi, balki uni yushiradi.